Uzbekistan Airways kompaniyasi yana bir kema bilan o'z flotini to'ldirdi. UK 67007 bort raqamiga Boeing 767 parvozlarga shay holatga keltirildi. Bari batafsil bugungi lavhamizda. Assalomu alaykum. Bugun biz qaytadan qo'yilgan Boeing 767 havo kemasini ko'rishimiz mumkin. Havo kemasi butunlay yangi modernizatsiyadan o'tilgan, ya'ni shassi qismlari almashtirilgan, dvigatellar almashtirilgan va yo'lovchilar uchun salon qismi butunlay yangilangan. Yozgi mavsumda xalqimizning ehtiyojlari oshishi sababligi va yanada bizlarning aviakompaniyamizning yangi yo'nalishlar ochilishi, parvozlar soni ko'payishi sababli bizlarda havo kemalari ham soni oshib bormoqda. Oxirgi test sinovlaridan so'ng mazkur havo kemasi xalqimiz va chet ellik yo'nalishlar uchun xizmat qilishga tayyor bo'ladi. Наконец-то этого красавчика восстановили. Мы очень рады. Наш отряд очень рад этому. Слышал, что много нового, что шасси заменили, двигатели. Поэтому мы ждем его уже на полетах. Перед тем, как подняться на сам борт, мы должны осмотреть воздушное судно. Самолет яркий. Внутри все сделано хорошо. Havo kemasi tayyor bo'lishini bizlarga muhandis kelib aytishadi. Bizlarga tayyorligi haqida ma'lumot berishadi. Keyinchalik bizlar o'zimiz parvozga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha jarayonni boshlaymiz kabina bo'yicha. Kabinadan kelishdan oldin o'zi ma'lum bir odatingiz bormi? Samolyotga biror bir murojaatingiz bormi? Biz havo kemasi bilan nafaqat texnik uskuna sifatida, balki biz tirik organizm sifatida muloqotda, munosabatda bo'lamiz. Havo kemasi bilan ko'rishamiz parvozdan oldin, parvozdan keyin esa rahmat aytib, silab qo'yib, xayrlashib ketish bu odat bo'lib qolgan uchuvchilar uchun. Заходом на борт самолета получаем информацию о готовности самолета к вылету, то есть о исправности систем, и принимаем документацию с инженерно-техническим составом, идет взаимодействие. Они нам передают самолет в наши руки. Для нас, для человека, который это не знает, все выглядит нереально сложно. То есть есть определенные процедуры, есть определенный порядок действий, которые мы учим, заучиваем, и таким образом уже готовы и знаем каждую кнопку, потому что это процесс обучения. У каждого пилота, как я слышала, есть свои традиции. Поговорить с самолетом, поблагодарить его. Есть ли у вас свои личные такие отношения? Да, определенно. Перед тем, как зайти, вступить на борт самолета, я глажу самолет, то есть приветствую его, здороваюсь. И в целом, когда обхожу воздушное судно, неким образом про себя разговариваю с ним. Вот, и когда рейс заканчивается, я выхожу и благодарю воздушное судно, что позволило выполнить этот полет безопасно. Reysga chiqishdan oldin uchuvchilar samolyotni tashqi kuzatuvini qiladigan bo'lsa, bort kuzatuvchilari ichki kuzatuvni boshlaydi, to'g'rimi? Qanday amalga oshiriladi demoqchiman. Assalomu alaykum. Biz hozir modernizatsiyadan o'tilgan va qayta parvozga qo'yiladigan Boeing 767 havo kemasi haqida ma'lumot bermoqchimiz. Mazkur samolyotning o'rindiqlari jami 264 ta bo'lib, ulardan 18 tasi biznes va 246 tasi ekonomga mo'ljallangan. Перед полетом мы всегда проверяем самолет на авиационную безопасность. На проверке мы обязательно проверяем полку для ручной клади, кресло, на uтерянные вещи. Dastlabki parvozlarni amalga oshirishdan avval Uzbekistan Airways kompaniyasi rahbariyati salon qulayliklari, kabina sharoitlari, havo kemasining pardozlash ishlari bilan yaqindan tanishdi. Mazkur havo kemasining aviapark tarkibiga qaytishi milliy aviatashuvchining salohiyatini yanada mustahkamlash, yurtdoshlarimizga sifatli havo qatnovlarini taqdim etishga xizmat qiladi.